Assalomu alaykum qadrdon mening muxlislarim. Bugun kuz fasli bo'lganligi uchun sizlar bilan karam tuzlaymiz. Buning uchun o'rtacha kattalikdagi karamlarni men katta bo'laklarga bo'lib qo'ygan edim. 2 tishcha sarimsoq, 10 gram quritilgan shivit, 3 dona lavr barglari va 2 gram mujdaнаклari kerak bo'ladi va 1 litr suvga 2 osh qo'shig'ida tuz va 2 osh qo'shig'ida uksus solib, ana shundaqa uksuzli suv tayyorlaymiz. Qani endi boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. To'g'ralgan karamlarni orasiga shivit barglarini qo'shamiz. Sarimsoqlarni ham qo'shamiz. Mana mujdaнакларni ham qo'shamiz mana. Keyin ustidan tuzli suv. Bismillahirrohmanirrohim. Mana ustidan tarelka yopib qo'yamiz. Bu 3 kun issiq xonaga qo'yganimizda o'zi tayyor bo'ladi.